Uzunga kelamiz. Bu 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta uy. Bularning hammasi ajoyib moddan kelgan. Bu modning nomi albatta Craftable Houses. Bu modni hozir sizlarga obzor qilib beraman. Bu obzor esa mana shu eng yoqtirgan, eng ko'rib qolgan 5 ta uyimni sizlarga ko'rsatib beraman. Unda bo'lsa, videoni boshladik. Xullas do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Diner. Bugungi videomizda sizlar bilan birlikda mana shu orqalarda aniq kamerada ko'rib turgan, men orqamda ko'rib turgan shu 5 ta uyni baholab chiqamiz. Mana bu 2 ta uy bir-biriga juda o'xshash. Balki o'zi ham bo'lishi mumkin. Buni men o'zim tanlamaganman. Nimaganini video davomida aytib beraman. Bunday bo'lsa, boshladik. Xullas do'stlar, biz shu 5 ta uyni baholab chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz kreativdamiz. Birinchi bo'lib shu orqada turgan uydan boshlaymiz. Bu uyni orqa munchasiga qo'yibman, demak uyni bosh orqa qarab turgan. Va biz buni birinchidan buni konditsionerdan ko'rishimiz mumkin. Buni hattoki konditsioneri ham bor ekan. Qoyil malades texnikaga. Ajoyib mod. Albatta bu modni qayerdan yuklashingizni oxirida aytib beraman. Bu derazalar. Bu derazalar emas ekan. Ajoyib. Nudi. Qanaqa boshqacha. Mayli, bu ochilib qo'ygan. Ha, do'stlar, bu ochilgan. To'g'ri. Bunga tegamiz. Demak, buni ichkarisiga kirib ko'ramiz. Hop, eshikni mana bu yerda. Ajoyib. Buni buzib qo'ydik, albatta to'g'rilab qo'yamiz. Bu uylarning hammasi mana shunaqa loydan qilgan. Amal, e'tibor beramiz do'stlar. Kreativda bo'lganimiz uchun tezda buzilib ketdi. Hop, uyga kiramiz. Uyga kirishimiz bilanoq bizdan yashil giramcha kutib oladi. Uyimizda Prizmarindan zina da o'tirib, maza qilib, ikkilik joy ekan. Bu yerda yana gilam, gulla menimcha. Mana ikkalasi. To'yda turibdi. Bezat qo'yishgan, qanaqa qadr qilib. Hop, yana qaytamiz. Bu yerda aytirarli hech narsa yo'q ekan. Shu oynaklari dekorativroq. Va unda zinaga chiqamiz. Zina ham ajoyib. Temirdan qilishga o'xshatishgan, lekin toshdan. Temirdan qilsa ham bo'ladi. Xuddiki temir zinalar shunaqa chiqiladi, orasi ochiq bo'ladi. Xo'p, kirishimizda ana to'siq, panjara yiqilib ketmasligi uchun. Tak, bu yerda kishilik divan. Divaniga 5 ketmadi, chunki 2 ta joy bor. Mana shu 2 odam ham, men ham hattoki mana shu 4 ta joyda egallashim mumkin. 2 ta joy nima bu? Adyol. Adyolmi nima bo'lar? Mayli. Bu yerda yana xonasi bo'lsa kerak. Bu yerga xuddiki o'zingiz bezatib chiqish kerak bo'lganday. Ba'zi bir seriallarga ajoyib asqatarkan bu mod. Albatta men ham bu moddan ancha ko'p ishlatishimga to'g'ri keladi. Chunki bu mod bilan ancha rejalashtirgan videolarim bor. Xo'p, birinchi uyni ko'rib chiqdik. Bag'aga kirdik. Xo'p, birinchi uy yaxshi, qulay, ajoyib. Bu uyga biz sizlar qancha berasizlar? Albatta kommentariyada o'z fikringizni bildirib qo'yinglar. Xo'p, bu uyga biz mayli 8 dan 10 qo'yaman. Chunki juda ko'p narsasi yo'q ekan. 8 dan ham normalniy. Siz ham kommentariyaga birinchi uyga mana buncha, ikkinchi uyga mana buncha deb albatta o'z bahoyingizni yozib keting. Unda bo'lsa keyingi uyga o'tamiz. Keyingi uy ham tezkor qo'yib yuboribman. Albatta men uchun uzr so'rayman. Bu ajoyib zinadan chiqilarkan qora bloklardan ishlatilgan va kirganda nima bu? Tokchami, divanmi?
Gerçi tushunmadim, lekin shu oynani oldida joylashgan ekan. Tushunganlar bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Hop. Mana bu yerda ham oyna. Bu yerda ham, bu yerda nima? Bu yerda eshik, mayli. Tushunmadim, bu divan bo'lsa kerak. Bu ham uncha yaxshi emas. Bu uy emas, bu dachami nima balo? Hech narsa bunday qarasa baqa chiqib ketadi, bunday qarasa baqa chiqib ketadi. Aqo kirib ketadi. Ikkinchi qavat ham yo'q ekan, bezatilgan ekan bu uy. Shu dekoratsiya bo'yicha oddiy. O ham dacha bo'yicha seriallarga kerak bo'lsa kerak, mayli. Oldindan ham kirish eshigi bor ekan, bu eshik emas. Короче, tushunmadim. G'alati uy ekan. Bu uyga shu eshik tarafdan qilagan. Bu uyga uncha tushunmaganim uchun dacham endi uyimni bilmadim. Bu uyga men 6 dan 10 qo'yishga majburman. Tushunmadim bu uy nimaligini. Shunchadan 6 dan uy. Xo'p, keyingisi bizda bashniyam nima bu? Yo'q, qaranglar. Xuddiki nima o'xshayapti. Maktab emas. Temirli eshiklar, zanjirlar qanaqadir. Bitta kreslolar, sheft uyumi nima balo. Hop, bu yerda eshikdan kirdik, hop. Bu yerda ham kreslo toshdan qilib qo'yishgan, ajoyib dekoratsiya. Parkur. Qani o'tamiz. Amay. Ikkinchi qavatiga. Yo'q, do'stlar. Tushunmadim shu yerga, tushunmadim. Qaranglar. Ha, bo'ldi, tushundim. Manadan chiqarkan. Manadan chiqib borarkan. Albatta uzr so'rayman. Hop. Bu yerda to'siq yo'q. Bu birinchi minus, demak 9 ga yaqinlashib qoldi. To'siq yo'q bo'lsa birorta bolalar o'ynasa, Minecraftda bolalar o'ynaymiz. Endi haqiqatda bo'lib qolsa g'alati. Stop, mana orqamda tushim. Ana bor edi, ana ishqa bitta kino bor edi, multfilm. Hali sochi uzun bo'lardi, o'shani uyga o'xshaydi. Oshxona bo'lsa kerak, mana bu yer. Yoki yotoqxona. Hamma narsaga ishlatish mumkin ekan bu yerni. Короче, tushunmadim. Lekin ozgina tushungandek bo'ldim, shuning uchun bu yerga katta bayroq qo'yaman. Menimcha tugadi. Bu ham yaxshi. Bitta siz ham o'z fikringizni yozib qoldiring. Ish tarafiga qilamiz. Xo'p, bu uyga men albatta o'z fikrimni, o'z bahoyimni beraman. Bu uyga men ajoyib bo'lgani uchun 17 dan 10 qo'yaman. Ko'p minuslar bor. Mayli. Xo'p, keyingi o'tamiz. Hozir farqlab olish uchun do'stlar, ikkita uyda bitta qo'yibman. Yana bitta uy qurishga harakat qilaman. Xo'p, biz mana undan qo'llashni boshlaymiz. Yoki mana bu eshigi shu tarafda bo'lsa, eshik qani? Mana eshigim shu tarafda ekan. Shunga baholarimiz tush. Xo'p do'stlar, kirdik, eshik ajoyib narvon ochiqlar ekan. Yaxshi. Hadi ikkinchi stop, birinchi qavatda baholaymiz. Kreslolar. Yaxshi. Hop, yana bitta kreslo. Hop, yana bitta kreslo. Bir xil kreslo, bu yerda spalni, yotoqxona. Hop, uzr. Hop, ikkinchi qavat, bu yerda boshqa narsa yo'qmi? Boshqa narsa yo'q bo'lsa, shatda ikkinchi qavatga o'tib ketaveramiz. Böyle bu yerda ko'rdim shekilli. Bu yer ham bir xil ekan. Mayli, unda ikkinchi qavatga chiqib ketishimiz ham mumkin. Ikkinchi qavat. Bu uylar menga ko'proq yoqadi. Albatta bu qasrga o'xshash uylar albatta menga ko'proq yoqadi. Bu divan pastda bordek. Xo'p do'stlar, bu uy menga ancha ko'p yoqdi. Xo'p, shuning uchun ham menga ko'proq ball qo'yamiz. Ajoyib narvonda chiqish. Pastga tushamiz. Bu uyni ham baholab bo'ldik. Xo'p,
uy menga ko'proq yoqdi va men unga 10 dan 10 qo'yaman. Pastga 10 dan 10. Chotki ekan. Xo'p. Do'stlar, bizda boshqa uy qolmadi va endi yana bitta uy qurib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Agar uy ba'zi bir muammolar sabab qo'yilmasa, birovlar xayrlashib ham yuboramiz. Hozir ko'rishga harakat qilamiz. Xullas do'stlar, mana yana bitta uyni qo'yib oldik. Bu uy ajoyib ko'rinishga ega. Xuddi haligina baholagan uyimizga ozgincha o'xshab ketadi. Unday bo'lsa, bu uyda ichkarisiga kiramiz. Bu shoirning uyi. Kristali ham bor ekan. Sham yoqib qo'ygan kutubxonachining uyiga o'xshaydi. Kutubxonachilar bo'lsa, albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Qolganlar ham. Do'stlar, bu juda kichkina uy ekan. Noda spalnasi bor, hamma sharoiti bor. Sharoiti bo'lgani uchun biz bunga menga siz ko'rib turgan ballni qo'yaman. Ya'ni 8 dan 10 degan ballni qo'yaman. Endi bo'lsa do'stlar, sizlar bilan xayrlashish vaqti ham kelib qoldi. Bunday bo'lsa, xayrlashamiz. Mana shu uyni ichida xayrlashsak, ajoyib bo'ladi. Shu sekund. Pastga tushamiz. Qo'yaveramiz. Hozir ko'ramiz. Xo'p do'stlar, biz uchib turibmiz. Bo'pti. Xo'p do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan men Diner bo'ldim. Bugun videomizda ajoyib bo'lgan uylarni baholab chiqdik va bu modni sizlar mening Telegram kanalimdan topasizlar. Telegram kanalimning silkasi kommentariya yoki описаниеda bo'ladi. Unda bo'lsa hammaga xayr. Sizlar bilan men Diner bo'ldim. Albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta o'z fikringizni kommentariyaga ham yozib qolding. Hammaga xayr.